Xo'p, endi $400, $500 sarflab Xitoyga zakaz qilib o'tirmaysiz. Bunday lyustralar O'zbekistonda. Eng qizig'i borgandan keyin to'lovini qilasiz. Bu safargi videomiz lyustralar haqida bo'ladi. Bizga unda Umidjon akam yordam beradilar. Assalomu alaykum. Tanishtirishda. Bu yoqdan tanishtirsak. Yaxshi bilan. Yaxshimisiz aka? Bular 1 metrliklarimiz. Eng Bu 1 kichigi bo'ladi. metrliklar, Ha. Bo'ldi aka. Bu yoqdan tanishtirsam aka 1 metrlik bo'ladi. Ha, bir boshdan. Bularimiz 120 lik. Bular ekkovi 120. Bu ham 4 ta galagen bo'ladi, o'rtasi 16 rangda yonadi. Pulta bo'ladi. Tayyor montaj qilingan bo'ladi. Bunisi 130 razmerimiz, 6 ta galagenli. Ko'rinishi 1,5 da vidida, lekin razmeri 130. Bularimiz tillali, ko'proq ayollarga, tilla yoqadigan odamlarga, uyda ichlariga juda zo'r tushadi. Dekor, MD, plastiklarga zo'r o'tiradi. 150 razmerda $140 dan qilib beramiz bularni. Ha, narxlari. Bunimiz hozirgi trendda 2025-2026 yilda trendda bo'lgan high-tech fason, algafon fasonlarga shularga ham qilib qo'ydik. Mana inshaalloh uyda juda ham ko'rkam qiladigan narsa 2 xil rangda bo'ladi, mokri, oq. Ichlari ham yonadi, buni. Ichlari ham yonadi. Bu yerda o'ymalari ham bunday bular 5 ta galageni, uni ichida o'ymalari ham yonadi, rangli bo'lib. Bunimiz avanni deyiladi, avanni fason. Bu ko'proq uyda ustki fasonlar, darvozaxonalar, ayvonlar, enlari kichikroq, bu ham uzun bo'lsa zo'r tushadi. Buni ham ichlari 16 rangda yonadi. Bular tayyor montaj, hammasini pulti bor. Tayyor montaj qilingan bo'ladi. Mana bularimiz bo'lsa 2,5 metrlikmiz. Bulardan juda ko'pchilik oldi. Samarqand, Buxoro, Surxondaryo to'yxonalarga juda qo'ydi. Bu rasmlarni tashlab beraman. Montajda qo'yib ketasiz akalarimizga yoqish uchun. 2,5 metrligi bu $250. 3 metrlik ham yasab beramiz, $300. $300. Bunimiz ham avanidi yana bitta turi. Narxlari bir xil bu ham. Qora rangi ekan bu. Bu qora rangi, o'rtada lyustrachasi bor. Lyustrasi. Ona bilan farqi bor. Narxi bir xil. Narxi bir 4 xil rangda bo'ladi. Oq, qora, mokri, shikalar. Bu 2,5 metr, 3 metrligimiz ham shunaqa rangda bo'ladi. Narxlari 2,5 metrlik $250, 3 metrlik $300. Mana bu yoqda 1,5 metrliklarimiz mana. Bular ham 4 xil rangda. Buni ham 8 ta galageni bor. Buni ham ichi 16 ta rangda yonadi. Buni narxi $140. 140. 180 bilan 2 metrimizning narxlari $150. 2 metrimiz yana bitta yangisi bor. Kimdirlar yoqadi, mana shunaqalar tashadi. Mana qo'yib beralasizmi? Qo'yib beramiz. 100 ming so'm qimmat bo'ladi. Lustra, addenni qo'shimcha lustra qo'yib beramiz. Buni ustalar ko'p o'ylaydi. Qanday bu qatirish, kattalik, gabariti ko'rib. Bu o'zi juda yengil narsa bo'ladi. Qatirish ham aka yaqinroq olib kelsangiz ko'rsataman. Stretch, hamma narsamiz stretchda ulargan bo'ladi. Qo'lingizga tortasiz, mana regasi chiqadi. Tayyor mobodo vaqtlar o'tib, yil o'tib kuyadigan bo'lsa ham shtekeri bilan birga chiqadi. Bo'lik tanasi alishtirib qo'yiladi. Xudo xolasa bo'lik tanalarini originalda yaxshisidan qo'yganmiz. Bitta mana regasidan qatiraveradi. 9 lik 10 lik samaringizda. Ustalar shuni qanday qatiramiz juda murakkab emas. Oddiy mash plastik. Oddiy ekan. Buni qatirsa bo'laveradi. Regasi bo'ladi. Shuni regasiga qatiraveradi. Og'irligi og'ir emas. Tushirib yormaydi patoloyni. O'ta murakkab emas. Hurmatli obunachilar, hozir qo'limda ko'tarib ham ko'rsatib ko'rdim. Ko'rdilaring, ancha yengil, mustahkam. Hozir ko'rsatib berdilar. Mana qatirishlari ham, jarayonlari juda oson, qulay bo'lgan. Ustalar buni murakkab deb o'ylanmasa, juda oson narsa. Yengil, ikkita odam qatirib beradi, ikkita lesdan tikadida. Samarezlarga pasta urib oladi, galagenlarga samarez. Tepaga chiqadi, shuni shurpovdan qatirib qo'yaveradi. Daji bu narsani 1,5 metr, 2 metrliklarni u regasini topolmagan odam ham tunikani o'zi ham ko'taradi buni. Daji tunikani o'ziga ham qatiramiz. Tunikani o'zi ko'taradi. Bemalol haligi qo'rqinchli joyi yo'q. Umidjon aka, yana bularni garantiyasi 1 yil. Garantiyasi 1 yil. Eng buni qiziq joyi pulini borgandan keyin to'lov qilaveradi. Borgandan keyin tekshirib bitta suq oladi svetlariga. Hamma yo'q yonadi. Bitta joyi yo'lda Isuzu'dan berib yuboramiz aslan. Ob-havolar har xil vaziyat bo'ladi. Sinib qolib, buklanib qolgan bo'lsa qaytaveradi. Muammosi yo'q. Joyida boradi, tekshiradi, pulini xolasa shoferga beradi, xolasa kartamiz bor, klik qilib beradi. Qilib beraveradi. Behijolat. Zo'r. Pastda telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Iltimos video yoqsa like bosib turinglar. Xo'p, Umidjon aka, keyin mana har xil nima holatda, masalan, yangiliklar bo'ldi deb aytdingiz. Misol gaplashganimizda ham misol lazer holatiga o'tyapti. Mana qo'lbola qilingani ham bor, qo'lbola qilinmagani ham bor deb aytib o'tdingiz. Albatta. Sharhda ham batafsil. Mana bular hamma narsamiz lazerda bo'lgan narsa. Lazerda bitta yaxshi tomoni kuydirib chiqaradi. Endi buni rover fasoni ham bor. Roverda bu ana tomonlari ishib bo'lishi anaqasi bor. Shuning uchun bu lazerda mahsuloti o'ta zo'r sifatli chiqadi.
Hamma narsamiz lazada. Nijabeka ham lazada kelsa, gullar ham, fatunlar ham hammasi tilla Nijabeka, hammasi cheres lazer kesiladi. Chirim netishi unaqa narsa. Yo'q, unaqa narsalar yo'q, xudo xolasa. Buni u patologik misol 10 yildan keyin boshqa patolog qilaman desa ham, buni shunday samarangizdan chiqarib, olib turib, bitta yana patolog qilib, yana qatirib qo'yaveradi. Yana qatirib Buzilib ketmaydi bu. Samarangiz bilan qatiriladi, samarangiz bilan yechiladi. faqat endi artib turilsa bo'ldi. Bo'ldi, ha, bir yilda bir marta erta bahodacha unaqa qilib bir namlatada artib qo'yadi, turaveradi, yonaveradi. Ha, saqlanish muddati ham u ancha uzoq. Albatta, pulti bor. Uzoqdan so'rda o'tirib olib ham boshqarib, ranglarni xohlagan rangga qatirib, xohlasa lipillab turadigani, ranglari alishib turadigan, xohlasa bitta yoqqan rangiga qatirib qo'yaveradi. Zo'r. Xo'p. Yana qanaqangi misol chet ellarda aytyapsiz, zakaz bersa bo'ladi, qaysi tomonlarga asosan savdolar bo'lib turibdi hozircha? So'rovlar bo'lib turibdi, qanaqa joylargacha yetkazib beriladi? Biz hozirgi paytda endi eng asosiy o'zimiz O'zbekistondan ko'pchilik Tojikistonga ko'p beryapmiz. Qirg'izistonga beryapmiz. Qozog'istonga ham ko'p berdik. Qirg'izistondan cheres kargodan berib yuboryapmiz, furadan. Kilosiga $1 to'layapti. Yaxshi ekan. Nabrot O'zbekistondan arzon tushyapti. 12 kilo chiqsa $12 pul berib kargodan olib olyapti. U ham Bishkekka, Qorasuvga ikkita joyga jo'natib beryapmiz. Ha, ko'pchilik do'stlikdan olib ketganlar bor. Granitsaga turadigan odamlar granitsaga olib kelib bering deydi, granitsaga olib borib beryapmiz. Tojikistonda bo'lsa, O'zbekistonda qayerida granitsasi bor bo'lsa, Sadoqatmi, Platinami, Sarosiyomi, qayerida bo'lsa olib borib beryapmiz. Beshariq tomondagi granitsalarga ham Tojikistonga bo'lsa olib borib beryapmiz. Qozog'istondan Turkiya shu Qoplonbekga, Chenayevga, Mayskiga olib borib beryapmiz. Shu yerdan o'zlari olib o'tib ketyapti. Hozir dastlabki o'shanda kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. O'sha telefon qilishadi. Shunday boradi, ha. Boradi. Dastlabki pulini ashita shofir shunday boradi, topshiradi, pulini beradi, bo'ldi, olib o'tib ketaveradi. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Ha, albatta. Endi hozir manzil makon o'sha manzillarni tushuntirib. Manzilimiz shu Andijon viloyati Asaka shahridamiz. Xonadonimizda qilamiz. Qo'l mehnati. Qo'l mehnati. Bu joyidan bo'lar ekanda hozir. Endi hozir ustalar aytib qolishi mumkin, misol qo'shimcha, misol tavsiya qilib qolishi mumkin. Qanaqa bo'ladi endi olib sotaman deydi bir xil. Albatta yetkazib beramiz. Biz qancha odam bizdan manfaatlansa, biz xursand bo'lamiz. Qancha odam biz orqamizdan ish qilsa, tirikchilik qilsa, biz ham xursand bo'lamiz. Bemalol u optimda ish qiladigan odamlarga anaqalarimiz bor. Kelishamiz ularni. Arzonlatib beramiz. Arzonlatib beriladi. Ha, yo'l kira ham qancha ko'proq bo'lsa, bitta joyga yo'l kira ham arzon bo'ladi. Yo'l kira ham arzon bo'ladi. Ha, bitta joyga qancha ko'p olinsa, yo'l kira ham arzon gaplashiladi. Qulay, vigitna bo'ladi usta akalarimizga ham. Ha, bo'ldi. Hurmatli obunachilar, videoga like bosinglar, telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana Umidjon akam nomerlarini yozib qo'yamiz. Mana har qanaqa dastavkasini, qanaqasi bo'lsa o'zimiz qilib beramiz deyishyapti, kelishilgan holatda. Inshaalloh. Ha, videoga like bosinglar, obuna bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.